Uchta belgini ma'nosini bilishni talab qiladigan savol bo'pti. Zo'r savol. Savolda aytilyapti, qaysi belgida qayrilib olishga ruxsat etiladi? Qayrilib olish degani bu razvorot degani. Chapga burilish, o'ngga burilish bilan adashtirib o'rmanglar. Qayrilib olish bu qayrilib ketish, ya'ni hozir rasmda ko'ramiz. Mana shu uchta belgidan hozir o'rganib chiqamiz. Qaranglar. Qayrilib olish, mana birinchi rasmda mana yo'nalish bo'yicha aytilyapti. Mana shu qayrilib olish, ya'ni razvorot qilib ketish. Birinchi belgi chapga burilish taqiqlangan belgisi, chapga burilish taqiqlangan belgisi faqat chapga burilmaymiz. Qolgan barcha yo'nalishga harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, birinchi belgida qayrilib olish mumkin. Ikkinchi belgi bir tomonlama yo'lga chiqish. Biza chiqayotgan yo'l bir tomonlama va u chapga. Bu yo'lda faqat o'ngga burilmasak bo'ldi. Qolgan hamma yo'nalish bo'yicha harakatlanish mumkin va qayrilib olish ham mumkin. Mana V qayrilib olish. Ana B chapga burilish. Keyingi belgi bir tomonlama yo'lga chiqish va qarama-qarshi tomondan yo'nalishli transport vositalari uchun alohida ajratilgan tasma bor. Ya'ni o'ngga yursak bir tomonlama yo'l bo'ylab yuramiz, chapga yursak A palasaga tushib qolamiz. Shuning uchun bizga hozir chapga mumkin emas. Lekin bu vaziyatda ham qayrilib olish mumkin. Demak, savolning javobida qaysi belgida qayrilib olish mumkin desa, barchasini tanlaymiz, uyalmaymiz, qo'rqmaymiz. Nimaga? Chunki uchala belgida ham qayrilib olish mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.